Assalomu alaykum yoshlar aka. Bekobodda biznes boshlamoqchiman. Yatida ochganim yaxshimi yoki MCHmi? Endi bu qanday turdagi biznesga bog'liq hisoblanadi? Kichikroq oziq-ovqat do'koni ochmoqchiman. Bunda YTT ochsangiz yaxshiroq. Agar kafe yoki restoran ochsamchi? Kafe yoki restoranga MCH ochish majburiydir. O'tirib yeydigan joyi bo'lsa, YTT mumkin emas. Agar qurilish materiallari sotadigan do'kon ochsamchi? Qurilish do'konlariga ham YTT mumkin emas, faqat MCH ochilishi kerak bo'ladi. Balkim optim savdo qiladigan do'kon ochmoqchidirman. Agar optim ulgurji savdo bilan shug'ullansangiz, MCH ochib NDSlik qilgan yaxshiroq soliq turini. Balkim buxgalteriyaga o'xshagan konsalting xizmat ko'rsatuvchi ofis ochsamchi? Bunda MCH ochib aylanmadan soliq turini tanlagan yaxshiroqdir. Agar sizda ham shu kabi savollar bo'lsa, kommentariyaga yozing va biz albatta javob beramiz. Yokida perfekt yagona darchamizga kelishdan aslo tortinmang.